chiqarishni rejalashtirdik. Bizning guruhimizda Farangiz, men, Zahro, Sanjar va Madina. Bizning asosiy loyihamizning maqsadi boshlang'ich sinf o'quvchilarida gender tenglik va o'zaro hurmat tushunchasini shakllantirish, qiz va o'g'il bolalar o'rtasidagi teng huquqlilikni misol orqali tushuntirish. O'sha kitoblarda namunasida o'qituvchilar uchun sinf soatlarida foydalanish mumkin bo'lgan qulay qo'llanma yaratish. Bizning o'sha tayyorlagan kitobimiz shakli, ya'ni ko'rinishi, dizayni shunday shaklda bo'ladi. Bunda bolalarning har xil millatdan va teng huquqlilik, ya'ni birlashgan axir ko'rinishda tasvirlanadi. Bizning loyihamizning maqsadi yosh bolalardan, yoshlikdan bolalarga gender tenglikni singdirib borish, ya'ni ularda teng imkoniyatlar yaratishligini maqsad qildik. Ya'ni qizlar futbolga o'ynashdan qiziqqan paytda ularda o'sha qobiliyatini rivojlantira oladi. Ya'ni jamiyat bunga teng qaraydi degan maqsadda shu loyihani amalga oshirmoqchimiz. Bizning loyiha vazifalari qo'llanma matnini yozish va dizaynni tayyorlash. Dizayn boshlang'ich dizaynni ko'rdining. Endi ichidagi qo'llanma matnlarini ham o'zimiz tayyorlaymiz kelishgan holda. Mahalliy tipografiyalarda sinov nusxalarini chop etish. Dastlab biz 20-30 nusxa chop etishimiz mumkin. Uni biz shifrlariga e'tibor beramiz. Xatolariga, kamchiliklarni to'g'rilash uchun nusxa sifatida olamiz. Maktab ma'muriyatidan kelishib, sinf soatlari tajriba darslarini o'tkazamiz. Bitta maktab bilan kelishgan holda o'sha sinf soatlarida tajriba sifatida biz o'quvchilarga bu qo'llanmani tarqatamiz. Bu qo'llanma haqida tushunchalar olib boriladi, ichidagi mavzular yoritiladi, o'quvchilarga psixologiyasiga mos bo'lgan o'yinlar yoki ularga mos bo'lgan ma'lumotlar yoziladi bu kitobda. O'quvchilar bilan baholash faoliyati, rasm chizishi, fikr mulohazalar almashinadi. Dars davomida o'tilgan narsalar, o'sha tushungan narsalarni bolalar rasm ko'rinishida yoki og'zaki ravishda yoki yozma ravishda bayon qilib berishi mumkin. Biz bundan ularni qanchalik tushunganini yoki qanchalik dars qiziq bo'lganini aniqlab olishimiz mumkin. Yakuniy natijalarni tahlil qilish va hisobot tayyorlash. Yakuniy natijalar universitetga taqdim etiladi prezentatsiya ko'rinishida. Ularda bolalarni qanchalik o'zlashtirgani yoki darslar qanchalik qiziq bo'lgani haqida hisobotlar berib boriladi. Darslik qo'llanmalar qanchalik sifatli yoki sifatsiz, rasmlar bolalarga mos yoki mos emasligini haqida bayonotlar beriladi. Bizda keyingi loyihani amalga oshirish bosqichlarini Zahro bilan Sanjar ketma-ket tushuntiradi. Loyihani amalga oshirish bosqichlari. Birinchi bosqichda tayyorgarlik. Bunga birinchi haftamizni sarflaymiz biz. Bunda ishtirokchilar o'z hissalarini qo'shadi, moddiy va g'oyaviy. Kitob mazmuni, bilimlari va sahifalar rejalashtiradi. Biz beshig'amiz gender tenglik haqida dastlab o'zimiz chuqur ma'lumotlarni to'playmiz, bir-birimiz bilmaganlarimiz bilan bo'lishamiz. O'zimizning gender tenglik haqidagi bilimlarimizni bo'lishib, yana ham ko'proq ma'lumotlarni yig'amiz, ya'ni kitobni qiziqarli va foydali bo'lishligi uchun dastlab shu gender tenglik haqida o'zimiz bilimimizni oshirib olamiz. Ikkinchi bosqichda qo'llanmani ishlab chiqish uchun ikkinchi hafta vaqt sarflaymiz. Kitobda 5 ta mavzu bo'ladi. Ulardan tenglik, hurmat, yordam, adolat, do'stlik yoritiladi. Har bir mavzuda kichik rasm yoki shu mavzu ichida o'yinlar yoki hikoyalar yoritiladi. Uchinchi bosqich chop etish. Unga 4-haftamizni sarflaymiz. Qo'llanma dizayn yakunlanadi va tipografiya 20-30 nonda sinov nusxa chiqadi. Shu dizayn bilan yaxshi ishlab chiqqanimizdan keyin dizayn haqida kelishib hammamiz fikri inobatga olinadi. Dizaynni yakunlab bo'lganimizdan keyin dastlab 20-30 dona nusxa chiqaramiz. Shu 20-30 dona bilan keyin 4-bosqichda maktab ma'muriyatidan ruxsatnoma olamiz. Shu 20-30 dona kitobni 1 oy davomida o'quvchilarda sinab ko'ramiz. Agar natijasi yaxshi bo'lsa,
keyin yana ko'proq nusxa chiqaramiz. Keyin 5-chi bosqichda 4-chi bosqichning natijasi, ya'ni bir oy davomida o'sha 20-30 ta nusxa kitob bilan ishlaganimizda natijaga qaraymiz, ya'ni o'sha bir oy davomida qanaqa kamchiliklarga yo'l qo'ydik, o'quvchilarda nimadir kamchilik, nimadir yetishmovchilik bo'lgan bo'lishi mumkin. O'sha kamchiliklarni inobatga olgan holda keyin asosiy kitoblar chiqarishga o'tadi. Keyin 5-bosqichda sinf soatlari va tadbirlar. Oyiga 2 marta juma kuni sinf soatlarida qo'llanma asosida dars o'tkaziladi, ya'ni gender tenglik haqida. Oyda 2 marta, oyda 4 hafta bo'ladigan bo'lsa o'zi, ikkitasini bizni loyihaga ajratadi maktab, ikkitasini o'zlarini darslari bo'yicha qiladi. Bu 3 oy davom etadi. Keyin o'quvchilar o'rtasida rasm chizish tanlovi tashkil etiladi, ya'ni shu gender tenglik haqida ma'lumotlar bilan rasm chizish qiziqarli bo'lishligi uchun eng yaxshi 10 rasm uchun sovg'alar tayyorlanadi. 6-bosqichda yakuniy hisobot va targ'ibot loyiha natijalari o'rtasida taqdimot etiladi. Shu bolalar chizgan rasmlar, bolalarning har qanday qilgan ishlari kunish tomoniga topshiriladi, kunish tomonidan baholanadi. Kitob tasvirlar kitob 11 ta iborat bo'ladi. Kitobda 5 ta mavzu hammasi yoritiladi. 5 ta mavzu keng yoritilib o'quvchilarga tushuntiriladi. Kitob 3 oy qo'llaniladi. Oyiga 2 marta bu kitobdan foydalaniladi maktablarda. Biz talabaligimizni hisobga olgan holda moddiy xarajatlar va daromad haqida kelishdik. Loyiha ishtirokchilari talaba bo'lgani sababli 2 oy tiklanganimizni hammamiz o'rtada yig'ib o'sha loyihaga qo'shmoqchimiz. Har bir kitob uchun xarajat hisoblanib 15% daromad bilan kitob narxi belgilanadi. Bu loyiha kitoblarimiz xususiy maktablarga taqdim etiladi.